Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida ko'z ko'rib, quloq eshitmagan holat sodir bo'ldi. 17 yoshli Xurshid Haydarovni poyezd urib ketdi. Surishtiruv organi o'smir o'z joniga qasd qilgan degan xulosa tomon ketayotgandi, ammo oradan bir oy o'tib marhumning onasi tush ko'ra boshlaydi. Unda marhum o'g'li o'z joniga qasd qilmaganini, aksincha o'ldirib, keyin poyezd yo'liga tashlab ketishganini aytadi. Onaning tushi sabab mudhish jinoyat fosh bo'ldi. Aybdorlar bor, ish sudga chiqqan, biroq ona jinoyatga aloqador ayrim shaxslar suvdan quruq chiqib ketishga urinayotganini aytmoqda. Xo'sh, Xurshid Haydarovni kimlar nima sababdan o'ldirishdi? Marhumning yaqinlari, guvohlar nima deyapti? Gumondorlar qanday ko'rsatma berdi? Ushbu jinoyat ishi bo'yicha surishtiruvni Kunuzning YouTube kanalida tomosha qiling.